Sabr haqidagi 20 ta nasihat. Sabr insonning eng katta kuchlaridan biridir. Hayotdagi har qanday qiyinchilikni yengish uchun avvalo sabr va mustahkam iroda kerak. Sabrli inson shoshqaloq qarorlar qabul qilmaydi va har bir vaziyatni aql bilan baholaydi. Qiyinchiliklar abadiy emas, har bir og'ir kunning ortidan yengillik keladi. Sabr qilgan inson esa ana shu yengillikka eng munosib bo'ladi. Hayotda katta natijalarga erishish uchun vaqt kerak. Daraxt ham bir kunda meva bermaydi. Xuddi shunday, mehnat va sabr ham vaqt o'tishi bilan o'z samarasini ko'rsatadi. Sabr insonning ruhiy barqarorligini mustahkamlaydi. Qalbi xotirjam inson qiyin vaziyatlarda ham to'g'ri qaror qabul qila oladi. Irodali inson muammolardan qochmaydi. U har bir to'siqni yangi saboq va rivojlanish imkoniyati sifatida qabul qiladi. Sabr qilish qo'l qovushtirib o'tirish degani emas. Sabr harakat qilishda davom etish va natija uchun vaqt berishdir. Hayotda eng katta muvaffaqiyatlar ko'pincha uzoq kutgan insonlarga nasib etadi. Tez taslim bo'lgan inson esa maqsadiga yaqinlashganini ham sezmay qolishi mumkin. G'azab va shoshqaloqlik ko'plab xatolarga sabab bo'ladi. Sabr esa insonni o'ylab ish qilishga o'rgatadi. Ruhiy barqarorlik har kuni shakllanadi. Har bir yengilgan qiyinchilik irodangizni yanada kuchli qiladi. Sabrli inson boshqalarning muvaffaqiyatiga hasad qilmaydi. U o'z vaqti kelishiga ishonadi va mehnat qilishda davom etadi. Irodani mustahkamlash uchun kichik qiyinchiliklardan qochmang. Har bir yengilgan sinov sizga yangi kuch bag'ishlaydi. Maqsadingiz katta bo'lsa, sabringiz ham katta bo'lishi kerak. Katta orzular, katta mehnat va uzoq sabr talab qiladi. Har bir muammo ortida yangi imkoniyat yashiringan bo'ladi. Sabrli inson aynan shu imkoniyatni ko'ra oladi. Qiyin paytlarda o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Sabr va ishonch birlashganda inson eng baland cho'qqilarni ham zabt eta oladi. Sabr insonni nafaqat kuchli, balki dono ham qiladi. Vaqt o'tishi bilan har bir voqeaning haqiqiy ma'nosi ochiladi. Hayotda hamma narsa bir zumda bo'lishini kutmang. Tabiatning o'zi ham barcha narsani ma'lum vaqt ichida kamolga yetkazadi. Sabrli inson mag'lubiyatni oxirgi nuqta deb emas, yangi boshlanish deb qabul qiladi. U har bir xatodan saboq chiqarib, yana oldinga intiladi. Eng kuchli inson boshqalarni yenggan emas, balki qiyin vaziyatlarda o'z nafsi, qo'rquv va tushkunligini yenggan insondir. Bugungi sabringiz ertangi baxtingizni qurishi mumkin. Shuning uchun hech qachon og'ir kunlarda umidingizni yo'qotmang. Hayotda sabr bilan qilingan har bir halol mehnat bir kun kelib o'z mevasini beradi. Balki bugun emasdir, balki ertaga ham emasdir, ammo sabr bilan qilingan ezgu amal hech qachon zoye ketmaydi.